just want attention. You don't want. Bu kitob men sevib o'qigan kitoblarimning ichida birinchi o'rinda turadi. To'g'ri, men o'zbek adabiyotiga ham unchalik qiziqmayman, lekin nimagadir menga yulduzli tunlar juda ham yoqqan. Bu asar o'ziga xos Boburning hislatlari va uning hayotini to'laqonli ravishda ochib beradi va men bu kitobni o'qiy borib o'zimni yaxshiroq anglab yetganman. Keyingi kitobimiz Laylo. Bu kitob Laylo ismli qiz haqida bo'lib, 92-yilda bo'lib o'tgan urushlardagi Laylo ismli qizning boshidan kechirganlari. Laylo juda ham ko'p qiynalardi. Bir odam zotda ko'rishi mumkin bo'lgan barcha azob-uqubatlarni boshidan kechiradi va bu asarni o'qish davomida men shuni tushunib yetdimki, hozirgi holatimizga ming bor shukr qilsak arziydi. Biz Laylo kabi unchalik qiynalmaymiz va Layloning boshidan kechirganlari hatto yig'lashimga ham olib kelgan. Keyingi kitobimiz Hech bir uchrashuv tasodif emas. Bu kitobni o'qiganingiz sari o'qigingiz kelaveradi, chunki bu kitobda bir sufiy va bir yosh qiz sayrga chiqishadi va o'zlarini sinab ko'rishmoqchi bo'ladi. Ular hech qanday pul, mablag', turli xil boylik va shunga o'xshagan yeguliklar ham hech nima olishmaydi. Shunchaki o'zlariga kerakli bo'lgan chodir va bir qator kiyim olishadi xolos. Ular na mashinadan foydalanishadi, na boshqa narsadan. Ular shunchaki tavakkal qilib safar boshlashadi. Safar davomida ular ko'p narsani anglab yetishadi. Misol uchun qiz o'z g'azabini boshqara olmaydigan bo'ladi va u o'z g'azabini boshqarishni o'rganadi. Hech bir uchrashuv tasodif emasligini juda ham chuqur anglab yetishadi.